Assalomu alaykum Savdo.uz kanali muxlislari. Mana xudo xolasa yozgi sezonga yangiliklarimiz ham kelgan. Xudo xolasa hammasini tanishtirib o'tamiz inshaalloh. Qo'ldan kelgancha hamma yo'g'ini uncha batafsil ma'lumotlar telefon orqali ham beraveramiz. Hozir ko'rib o'tiramiz. Kimga nima kerak bo'lsa bemalol so'rashaveradi telefon nomerimizni. Tushunarli. Xo'p, Ulug'bek, demak, elektroskooterlarimiz barchasi bor. Barchasi bor inshaalloh. Deyarli hammasidan bor. Xo'p, yozgi mavsumga xudo xolasa narxlarni chiroyli qilib bering. Albatta. Vodiy bo'ylab dastavkalarni bepul qilib bering. Xo'p bo'ladi. Qolgan viloyatlar kelishiladi. Boshladik bo'lmasa. Bo'ldi aka. Xo'p, mana shundan boshlayveraylik. Ota-onalarimiz uchun eng katta sedinalilari, eng baquvvati chiqdi mana yangilik bo'lib. Bemalol ko'rishlari uchun mana aka, qo'lliklariga e'tibor berasiz. Tag qismlarini ham original qilishlangan. Albatta kattasidan ekan, eng kattasi. Fanijmilargacha qo'yilgan bunga hatto. Hop. Odamlar qiynalmasligi uchun aka. Hop, kalitlari, pultlar mavjud bunda ham. Elektron tablolar, oldilar mana jitkish tormozi ham bor. Qo'lda o'ng qo'l ham, chap qo'l ham. Oyoqda ham tormozlari bor. Ko'pchilik so'rashadi shu narsani. Xo'p, keyin buni orqa bagaj ham katta. Bozorlar bemalol sig'adi. Bozorlar bemalol sig'averadi. Bu narsa ancha baquvvatligi uchun, kalitligi uchun biz ham shu narsalarni shekka qo'yib qo'yganmiz xotirjamligi uchun. Sidinalari yumshoq. Ikki bemalol sig'adi aka. Arkada qo'shimcha bagaji ham bor. Stoplarni ko'rsating, yangi saka diskali. Diskalar saka aka. Keling, amperi, tezligi, masofa, puli. Xo'p, tezligi bunda aka. Xo'p, 800 watt motor qo'yilgan. Akkumulyatori 6 tali qo'yilgan bunga. Tezliklari 35, 40, 50 atrofida yuradi aka. Pulini aytaylik, pulini. Pulini aka, xo'p, buni olib borib berishlari o'sha vodiychi bilan dastavkasi bilan $800 qilib beramiz. Dastavkasi ichida. Dastavkasi albatta ichida bo'ladi. $800 boshqa joylarga so'rashyapti, ularga pul kelishiladi aka. Biz faqat vodiyda aytyapmiz. Bo'ldi, tushunarli. Davom etamiz. Buni ranglari ham bor mana. Rangidan boshqa ranglari ham bor yana. Yaxshi. Narxi shu $800 mi? Albatta. Bir xil. Davom etamiz. Xo'p, keyin mana yo'q holati. Bu ham yangilik aka. Shu buni ham panejniklari bor aka. Tomli variant. Xo'p, zadniyda urganda orqa kameralar bor bunda ham. Hamma narsasi bor. Buni ham o'sha orqasi sedinalik. Aka mana. Bir qop, ikki qop shakar ham sug'orar ekan. Ha, yonlari ham yopiladi buni. Yonlari ham yopiladi. Buni prezident ichida buni. Aha, ichida shu yon yopiladi. Shunga. Tomini shifkalari bor. Monitori kattadan ekan. Aha. Monitor kattadan o'sha zadniyda bitlari ham bor aka buni. Xo'p, mana buni aka to'liq ma'lumot o'ziga ham yozib qo'yilgan. Motor vattlarigacha yozgan hamma narsasini aka. Buni ham 1000 watt ekan aka buniki. Xo'p, motor miyasi 1000 watt. Akkumulyator nechta bo'ladi? Akkumulyator 32 likdan 6 ta bo'ladi. Mana shu narsalar aka. Bu ham jitkish tormozlari bor aka. Tablo katta tablodan qo'yilgan. Zadniy kamera ham ko'rsatadi bunda. Tushunarli. Pulini aytaylik. Xo'p, pulini buni borishi bilan $950 qilib beramiz vodiy ichida. $950. Ozmozi bormi, yo'qmi? Aytganda sizni nomingizdan kelsa, babi kelishdi. Qani biz obunachilarga albatta kelishadi. Keladi, obuna bo'lganini ko'rsatganlarga o'tib bering. O'tib beramiz, xo'p bo'ladi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, qaysini ko'rsatamiz? Mana shuni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Mana shu ham Xitoyliklar o'zlari uchun chiqargan narsalardan bu mahsulotimiz aka. Молочный. Juda ham yumshoq. O'ta yumshoq bo'lgan. Buni ham orqa bagajlari bor, sedina bo'ladi bu ham. Xuddi shunaqa. Buni yoni yopilmaydi. Haqiqiy yozga mo'ljallangan. Ota-onalarimiz tamam shifka bor. Ayron ichgan bor, shahar o'rtoqlar bilan mana aka, bemalol. O'sha Xitoy tovar mana shu narsa. Ha, men doim sidinlarni shop ko'raman, yaxshi, zich tikilgan mana bu hapshifkalar qoplangan. Polik chexolga gap yo'q. Ulug'bekka o'shdan turib mana shu bagajlikda ham. Monitori bagajligimiz. Xo'p. Tezligi, masofa, miya motor, akkumulyator. Tezliklar aka bular pashti hammasi bir xil. Xo'p, necha? 35, 40, 50 atrofida yuradi. Xo'p. Hammasi tablo ko'rsatish shunaqa bo'ladi. Xo'p, buni aka $900 shu vodiy bo'yicha dastavka qilib berilaveradi. Xo'p, mana shu молочный oldidan topib qo'y. $900 vodiy bo'ladi dastavkasi sizdan. Albatta. Tushunarli. Ko'rsatavering. Aka mana shu bagajligimiz. Buni ham yonlari ochiq bo'ladi. Yonlarida yopinchi yo'q, lekin ventilyatorlar bor. Haqiqiy yozga ishlangan bu narsa. Tablolar hamma yo'g'i, tepada bagaji bor aka. Saka diskali. Jitkish tormoz ekan, ha? Jitkish tormoz bu ham. Bu narsamiz ham aka $900 ga boradi. Tezliklari bir xil. Ular bilan. 3 oyoqliklar pashti bir xil bo'ladi tezligi. Puli.
puli $900 boradi bu ham. Bu ham $900. $900. Ozmozi bor deysiz a? Endi uncha-muncha kelishiladi aka. Biz obunachilarga. Hop. Hurmatli obunachilar, elektr skuterlar juda ham ko'p. Kelib tanlab minib ko'rib ham olaverasizlar. Aha. Qarang. Mana unisi aka $950 bo'ladi. Hop. Tomi yoni yopiladigani $1020 boradi aka. Aha. Shu mana shunisiga e'tibor bersin. Qaytiga ayting. Buni yoni yopiladi. Ha, yoni, ha, prezenti bor. Ha, $1020 dastlabkasi ichida. Hop. Buni yoni yopilmaydigani $950. Shuni ko'pchilik adashtiradi-da, shuni bilib olishsin. Tushunarli. Hop, keyin mana unimiz chiqdi aka mana. Yosh kattalar, yoshlarga hamma turli nimalarga ketaveradi bu ham. O'ta yumshoq bu ham, sifati ham juda ajoyib. Oxirgi chiqqanlardan 2026 birkalarda turibdi. Buni akkumulyatorlari mana hozir ko'rib o'tamiz. 72-20. Aha. 6 ta 20 lik akkumulyator degani aka. Bu ham haqiqiy o'sha Xitoyda o'zidan kelgan narsa. Buni ham orqasida savatchalar bor aka. Hop, motor bunda watt 800 ekan aka. 800 lik. 800 watt mana. Tezligi o'sha 45-50. Tezligi 45-50. Hop, buni aka $700 ga boraveradi aka. $700 ga olib borib berasiz. Olib berilaveradi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana unisi bor aka, ko'pchilikka tanish bo'lgan skuter mana yangicha 26 varianti keldi. Aha. Mana oldida ham sidinasi bo'lardi. Oldida sidinaga oyog'imiz tegib qolyapti dishkaniga, yosh kattalar. Aha. O'sha sidinani oldirib chiqarildi. Bali sifatligidan ekan. Ancha sifati yaxshi aka. Orqasida bagajchasi bor bunda ham. Sidinalar suriladi. Bu yerda ham yashikchasi bor qutisi. Mana bu holat. Mana bu yerda oldirib tashlandi. Ko'pchilik talabi uchun qilindi shu narsa. Aha. Xo'p, buni aka. Bu yangi model, oxirgi chiqqanlardan. Albatta, yangi. Bular tezligi qanaqa bo'ladi? Tezligi bu ham o'shanaqa 40 atrofida yuradi aka. 40 atrofida. Aha. Hop. Hop, buni hop narxlari borish bilan hop $620 qilib beramiz. $620. O'sha vodiy bo'yicha dastlabki ichida. Tushunarli. $620. Bu sifatligidan. Albatta. Hali arzoni ham bo'ladi, o'rtachasi ham bo'ladi. O'zi shunday ko'rinib turibdi. Narxida ham farqi bo'ladi, o'zini mahsulotda ham farqi bo'ladi. Shunaqa aka. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, buni kelib ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. Hop. Mana unimiz bor aka, keyin yangilik keldi. Ochilganlar. Aha. Hop, aka mana. Buni ham yoni eshikchali bo'ladi. Ko'pchilik tanish biladi buni. Hali trenddagilardan ham bo'ladi. Sidina ko'tariladi. Sidina ko'tariladi, uchxona bo'ladi albatta. 200-300 kilo olaveradi bemalol. 300 kilogacha oladi. Ancha 300 kilolik nomi. Hop, akkumulyatori 632 lik. Aha. Hop, $800 ga dastlabki ichida qilib beramiz. $800 dastavkasi sizda. Dastavkasi bizdan, vodiy ichida. Boshqa joydagilarga kelishiladi. Keyin Tojikiston, Qirg'izistonlardan ham telefon qilishyapti. Ularga biz granitsagacha olib borib beramiz. Granitsadan ag'iga o'zlari olib ketishadi. Ko'pchilik shuni nima qanday qilib olib o'tamiz deyshadi. Granitsadan ag'iga olib o'tib ketishadi. Endi qarang, granitsa deganda qayerdan kelsin demoqchiman. Sadoqat. To'g'rimi? Sadoqat metandi ashdan kelgan tojikistonlik fuqarolar bilishadi. O'sha yergacha olib borib beraman deyapti. O'sha yergacha olib borib beraman. Ash chegarasigacha. Ag'iga o'zi olib ketishaveradi. Olib ketishaveradi. Tushunarli. O'sha yerda ko'rishib olamiz, o'sha yerda olib ketishaveradi. Yana batafsil o'zlaridan qo'ng'iroq qilib olaverasizlar. Yaxshi. Hop. Tashqariga chiqamizmi endi? Mayli aka, mana mashinachani bitta ko'rsatib o'taylik. Endi mana trenddagi mashinachamiz. Oching, ichlarni ko'rsataylik. Kreslo variant. Sidina qabaqa suriladi. Oldiga arqaga yuradi aka sidinasi. Hop. Orqada ikki kishi bemalol o'tiraveradi. Aha. Bemalol. Buni tagida joy bo'lmaydi. Buni tagiga akkumulyator qo'yilgan. Bu asosan yurish uchun, yuk uchun emas. Oila uchun mingani ekan. Albatta, ha, mingani zo'r narsa. Shifkalar zo'r, chok edi. Yangicha tablo qo'yildi bunga ham. Planshet sifat ekan-a? Hop, arqa faralarini bitta ko'rsatib o'tasiz. Juda chiroyli ishlangan. Shifkalari bekiting chiqaning. Bunga bir tonirovkalarda qilinsa ajoyib bo'ladi aka. Luklari ham bor aka, Tomi. Luklar ochiladi. Mana endi arkasiga o'taman. Arkasini ham ko'rsatamiz. Faralarni ancha boshqacha qilib ishlab chiroyli qilingan aka. Buni $1550 ga dastavkasi ichida vodiy bo'ylab qilib beramiz. $1,500 mi? $1550. Ha, 50 bor, ha? 50 bor. Demak, $1550. $1550 aka. Dastavkasi ichida vodiy bo'ylab. Ichida, ha.
Yaxshi. Keyin ko'pchilik mana undan ham so'rashadi. Hop, ko'rsating. Kichkinagina o'zimizga, Ixchamgina. ha. Uydagilar ham bozor qilib kelsin, yo bo'lmasa novoylar ham ko'proq so'raydi shu narsani aka. Mana shu narsamiz ham chiroyli narsa, o'ta aqlli narsamiz. Akkumulyator bunisi bitta ko'rib beraman akkumulyatorni. Necha kilo yuk oladi? 200 kilo yuk oladi. 6 ta 39 li akkumulyator ekan aka. Ya'ni 2 qop, 3 qop, 4 qop ham olaveradi. 4 qop olaveradi. Bemalol. Bu ham sedina bo'ladi, orqada o'tiradiganlar. O'tirgani bor mana. Kishiga o'tirib ketadi. Bu ko'tariladi bu ham aka. Saka diskanlik. Hamma qulayliklari bor. Albatta. Oldi zashitli dugalarigacha bor. Jetki tormoz, hamma narsasi bor aka. Buni $700 aka qilib beramiz. O'sha dastavkasi o'zimizdan bu ham. $700 dastavkasi sizdan. Ha. Yaxshi. Davom etamiz. Jempingda ochiq variant aka mana. Ochiq varianti. Torting baqa. Xo'p aka, mana bunimiz $1200 ga boradi bu aka. $1200. $1200 ga boradi. Bu ham 45 li akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan aka. Bu ham bagaj bo'lmaydi bunda ham. Akkumulyator qo'yilgan. Bunda lok bo'lmaydi. Luk bo'lmaydi. Lok bo'lmaydi, o'zi yoni ochiq. Buni ham salafani bor, qishga qo'yib olgan o'ziniki. Zavod Ikkita yoniga. ikkita yoniga, ha. Qishga qo'yib olinaveradi, olinadi ham. Qancha qilib berdik? Bek? $1200 aka. $1200. $1200. Tushunarli. Bu hozirgi ko'rsatganimiz bu. Aha. Anitda boshqa sveti buni aka. Boshqa ranglari. Aha, bular ham o'sha boshqa ranglar. Mana 300 kiloligimiz bor ekan aka. Qaysi biri? Mana shuni Qorani aytyapsizmi? Qoramiz 300 kilolik. Ozgina tortish iloji bo'lsa chiqaring. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. 300 kiloligimizni Moraviy 300 kiloligimiz mana shu bo'ladi. Tanishtiraveramiz. Akkumulyatorini bitta ko'raylik. 39 li akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan, ha. Xo'p. Oldini ko'ring. 300 kilo yuk oladi. Panishnilar bor aka buni. Aha. Xo'p, magnitofoni bor aka. Oldi oynasi bor. Oldi oynasi bor aka. Oldi tormozi bor. Bunda ruchnoy qo'lda bas. Orqani bosganingizda, oyoqni bosganingizda tormoz oldi ham ushlaydi. Kalotkali. Xo'p, 300 kilolik Moraviyingizni narxini ayting bo'lmasam. $830 ga boraveradi aka. $830 ga. $830 ga Olib borib berish sizdan, vodiy bo'ylab. Bizdan. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, yana qaysi yangiliklarimiz Bu hali otaxonlarimiz uchun mana shu narsalarimiz qolmasin. Aha. Mana aka. Opchining. Xo'p, jetki tormozli aka. Hop. Buni aka, qarang. Orqasiga kishi o'tirsa ham bo'laveradi, jicha tiqilib qolishadi. Lekin hop, yana 200 kilo yuk ham yuklasalar bo'laveradi bunga. Shu holatiga aka. 200 kilo yuklashaveradi. Buni akkumulyatorlari aka. Hop. 5 ta ekan aka. 20 lidan 5 ta qo'yilgan ekan. 20 lidan 5 ta. 20 lidan 5 ta qo'yilgan ekan. Buni aka yurishlari ham o'sha 40-50 kilometr atrofida yuradi. Hamma skuterlar kabi. Aha. Buni xitoyliklar o'zi ishlab o'zlari olib kelgan buni. Xitoyliklar olib kelgan bu narsani. Hop, buni aka narxini hop $680 ga olib borib berilaveradi. $680 ga olib borib berasiz. $680. Mana unisi aka akkumulyator 32 li qo'yilgan, $720 ga boradi aka bu. Bu qimmatroq ekan. Bu o'ynachalari bor unda ham. Akalar bo'y qo'yilmadi. Oynalar qo'yib beriladi. Ha, qo'yib beriladi. U bilan bundan hozir farqi bormi? Akkumulyatorda farqi bor aka. 32 li qo'yilgan bunga. Aha. 5 ta 32 li qo'yilgan. Bunda 20 li qo'yilgan, 20 li o'sha xitoyliklar o'zlari qo'ygan, ular 20 li qo'yar ekan ko'proq. Hop. O'sha o'zlarikidan qo'yib qilib berishdi. Bo'ldi. Pulini aytaylik. Bunisini aka $700, $720 ga boraveradi. Bunisini $680 ga boraveradi aka. Demak, bu 720 ga boradi. Bunisi $680 ga boradi. Dastavkasi sizdan, vodiy bo'ylab. Bizdan vodiy bo'ylab. Tushunarli, davom etaveramiz. Juda ko'p kishi so'raydi shuni ham. Mana yangi chiqdi. Salonlardan topdik. Albatta, ko'rsat. Oldi dugalarini 500 kiloligimizni kabinaligi roli shoxli kabina ekan. varianti. Xo'p. Bo'ldi, bekitaveramiz. Buni hamma biladi ham. Aha.
68 li akkumulyator qo'yilgan aka bunga. 5 ta. Bitta ko'raylik. 65 lik qo'yilgan ekan. 65 likdan 5 ta qo'yilgan ekan aka mana. Avtomat ham qo'yilgan. Hamma narsasi xudo xolasa joy-joyida, cho'tki narsa aka. Buni shu o'zimiz vodiy bo'ylab aka. Vodiy ichida 1150 dollar qilib beramiz shu narsani. 1150 dollar. 1150 dollar. Bo'ldi. Tushunarli. Xuddi shuni endi mana ochiq tomlik variantlar. Tomda o'zi bu aka. O'ta Qo'l baquvvat. kabina deymizmi endi? Qo'l kabina deymiz. O'ta baquvvat bunisi. Hop. Borti sal chuqurroq ekan endi buni. Buni narxi, ha. Buni borti chuqurroq aka. Ichini ham bitta ko'ring. 68 likdan 6 ta qo'yilgan. Xo'p, miyalari, motorlari 1,5 milli bo'ladi. Bu 500 kilo deydi, 600 kilogacha ko'taraveradi. 1 tonnalik. Bitter balon ekan endi. Bitter balon. Kattadan ekan. 1 tonnalik narsalar qo'yilgan ichiga, hamma narsasi. 1 tonnalik. Ikkidan 4 ta prushina, i plus resori ham bor. Aha. Resori ham bor, to'g'rimi? Bor ekan. Mana endi old tarafdan kilogram 500 midi? Ha. 500 ekan, o baquvvat ekan-a. Bu aka 1220 dollarga boraveradi aka. Qancha? 1220 dollar. 1220 dollarga vodiy bo'lib olib borib berasiz. Vodiy bo'lib, ha. Tushunarli. Xo'p, biz obunachilar Rossiyadan ko'rishadi, chetdan ko'rishadi-da. Ma'qul kelganini olib borib berasiz, uydan sanab berishaveradimi? Sanab berishaveradi aka. Baraka deysiz, zakat ham shart emas-a? Yo'q. Bu o'shga borgandan keyin sana olinaveradi, bitta ko'rib olishadi, keyin sanab berishadi. Bo'ldi, tushunarli. Hurmatli obunachilar, yaxshi imkon. Sizni nomingizdan kelsa, kamaytiramiz bularni narxini. Ya'ni kamni qiling. Ha, kamaytiramiz. Tushunarli. 500 kiloligimiz aka. Hop, ochiq varianti. Aha. Bu akkumulyatorlarimiz aka 61 likdan 6 ta. Aha. 1200 motor miyasi buni. Hop. Hop, bular aka o'sha vodiy bo'ylab dastlabkasi o'zimizdan bo'ladi. 890 900 dollar qilaylik yana. Uncha-munchasi gaplashilaveradi aka. Bo'ldi, 900 dollar kami bor, ozmi oz. Ha, ozmi-oz. 900 dollar olib borib berilaveradi aka. Bo'ldi, tushunarli. Bu 500 kilo 7 tormozligi bu. Oldida 7 tormozi bor buni. Oldida bo'ylari ham kattaroq ishlangan buni. Mana. Magnitofon o'sha nimasi kerak bo'lsa hamma narsasi bor. Akkumulyatorlari bunga 52 likdan qo'yilgan 6 ta. Buni miyasi 1000lik, 1000likni tozasi haqiqiy bo'ladi o'zi. Xitoydan tozasi bo'ladi. Shunaqa tozasidan qo'yilgan. Xudo xolasa aka, uyaltirib qo'ymaydigan narsa. Buni 920 dollar qilib beramiz aka. 920 dollar. 920 dollar qilib beramiz buni. Tushunarli. Bu 1 tonnaligimiz aka. 1 tonnalik ochiq mo'rabay so'raganlarga. Xo'p, buni vasat motorsidan chiqqan bu. Akkumulyatori 68 likdan 6 ta qo'yilgan aka. 1 tonna ko'taraveradi. Motor miyalari 1800, zapaska balon, oldin laboylari ham bor buni. Buni hop 1120 dollarga boraveradi aka. Narxi. Qancha? 1120 dollarga boraveradi. 1120 dollar. 1120 dollarga boradi. 500 kiloligimizni kattaroq varianti mana. Tikka variant. Bor chuquridan. Bor chuquridan. O'ta chiroyli chiqqan aka buni ham. Oldlari ham tormozlari ushlaydi. 7lik. Ya 7lik bas ekan, 7lik bor. Oddiy. Xo'p, akkumulyatorlari 53 likdan 6 ta qo'yilgan bunga. Taglari ham o'ta baquvvat buni. Lobe aka bitta tagini ham ko'rsataylik shuni. Mayli. Xo'p. Akkumulyatorlar nechilik bo'lyapti? 53 likdan 6 ta qo'yilgan aka bunga. 53 likdan 6 ta. Miya motorlari 1,5 ming bo'ladi buni. Hop. Xo'p, buni aka 1020 dollarga dastlabkasi o'zimizdan qilib olib borib beramiz. 1020 dollar. 1020 dollarga. 500 kiloligida. 500 kilolik chuqur oxir. Tushunarli. Davom etamiz. Mana bu tarafda ham bor, hurmatli kabinalilarimiz aka. Ba'zi kabinalilar ham so'rab turishibdi hozirgi kunda ham. Kabinalilarimiz ham aka. Xudo xolasa chiroyli narxlarda boradi. Mana shuni tortishib oling. Bo'ladi mana shu, aha. 2000 motor miyalik aka bu. Hop. Tachini ham ko'rsatib berasizmi aka? Avtomobil rul. Monitori kattadan. Arkada oynasi bor. Zadniy kamera bormi yo'qmi? Zadniy kamera bor. Bor. Sidenalari, hapshifkalari 68 lik akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan aka bunga.
Kapali bo'lib ochiladi menimcha. Kapali bo'lib ochiladi bu yerda. Shu tomonga. Aha. Nima deymiz endi? Yana nima qoldi? Pulini so'raymiz endi. Puli aka 1350 dollarga boraveradi. 1300 i 1350 dollarga vodiy bo'ylab dastlabki o'zimizdan olib borib beriladi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, kabinali kimga qiziq bo'lsa, o'zlariga murojaat qila olasiz. Mana bunisi ham bor aka. Aha. Bunisi hop, motor miyasi 1800. Unga nisbatan jinda kichinaroq, lekin yurishlari o'ta yumshoq buni ham. Aha. Hop, buni ham bir yo'la narxini aytib o'tib ketamiz aka. Mayli. Narxini aka 1320 dollarga boraveradi aka bu. 1320 dollarga boradi. 1320 dollar zapaskalar ham yo'q, komplekt. Zapaskalar bor aka o'zi. Roli qaysidan? Ruli avtomobil. Bo'ldi. Shohlidan bas, shunga e'tibor bering. Bas, ha. Mana buni men yerda ochiqroq bor, o'sha bemalol joydan ko'rsataman aka sizga mana. Buni ranglarini ko'rib olishaversin. 2026 trendda bo'lgani. Ha. Yangi versiyasi. Mana aka. Nima deymiz? Pol kabina deymizmi? Pol kabina aka. Zavod bu. Zavod mana. O'ziniki, Yesfrey zavod o'ziniki mana. Oldinlari Hop. Yesfrey o'yib yozilgan. Tomlari ham o'ziniki zavod. 2000 motor miya aka bu ham. Hop. Bitta buni ham tagini ko'raylikmi? Ag'da ochib yuboring. O'ting har tarafga. Balonlari ham katta ekan. Mana endi tagini ko'rsatamiz. 2000 motor miya aka bular. Katta ekan ham miya motori, zapaska bor. Zapaska bor. Hop, prushinadan kelgan 4 ta resorlari bor. Endi akkumulyator nechchilik? Akkumulyatorlari aka, hop 68 dan 6 ta qo'yilgan. Hop. Balonda oldingilari 22 chiqqanda bu 23 qo'yilgan mana. Aha. 23 7 10. Oldingilaridan kattaroq qilishlangan buni, yana. Yana ham Cherokee. Cherokee. Yana ham kattaroq. Aha. Buni ham boshqa ranglari ham bor, har xil ranglar mana. Nechta rangi bor, aytib qo'ying. Hop. Seri bor ekan, Seri, qora, ko'k bor ekan, qora bor ekan aka. demak 3 xil rangi bor. 3 xil rangi bor. Endi pulini aytamiz. Hop, narxini buni hop. Narxini Yengilroq qilavering, yengilroq biz obunachilarga qilavering. bo'ldi, bo'lmasa 1250 dollar bilan olib borib beramiz aka. 1250 dollarga o'zingiz olib borib berasiz sizdan. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Muraveylarni deyarli hammasidan bor ekan Ulug'bekka. Mana yerda ham bor aka, mana Murojaat boshqa qilaverasizlar. nimalar. Mayli, baqa ham kiraveramiz mana. Bor chuquridan, ochig'imizni, moshnisidan ekan. Mana. Bu aka vasatdan Revlo degan firma nimasidan chiqqan, brenddan Aha. chiqqan. Bu ham akkumulyatorlari 6 talik. Hop. Miya motori aka, buni qarang. Miyasi 2000 bo'ladi, Aha. motori 1800 bo'ladi buni. Hop. Akkumulyatorlar 68 dan 6 ta bo'ladi. O'ta baquvvat motor bu ham, oldi jitkish tormoz aka bu ham. 1150 dollarga boraveradi aka bu. Tushunarli. Qarang, havolasi ketdi. Mhm. Bugungi kunda danni moment necha kilometr yuradi? Hozirgi Endi buni kunda aka ko'proq biz- tirikchilikka olishadi-da. Ha, Biz obunachilarga ko'proq uzoq kilometr yurish qiziq. aka ko'pchilik Qo'chini ayta olmaymiz, taxmin. ha, katta kilometr aytib yuboradi. Katta kilometrda aytsa, ertagan keyin o'sha narsa Yolg'on bo'lib qolmasin. Bermasa biz qiynalib qolamiz, vijdon Hop. qiynaladi. 50 kilometr deb aytaveramiz aka shularni. 50 kilometrgacha. 50 kilometr atrofida yuradi. Muammo bo'lsa almashtirib berishlardan-a? Agar akkumulyatorda bir oyda ichida o'sha Hop. biz aytgan probekda yurib bermasa, almashtirib beramiz. Almashtirib berish sizdan. Ha. Ammo ichidagi narsalar ko'pchilik aytadi, reduktoriga nima qilamiz unaqa. Reduktor noto'g'ri minishdan kelib chiqadi. O'zidan o'zi hech qachon sinib qolmaydi. Noto'g'ri minishdan bo'lsa, Aha. ana shunda sinishi mumkin. Perigruzadan ham bo'ladi. Perigruzadan ham bo'ladi. Keyin yurib ketayotganda sal nomiga qimillaganda ham ko'taradi. Yulduzchaga olib o'tadigan narsa u. Ko'pchilik shuni tushunmaydi. O'sha yurib turganda shunda tushsa aylantirib yuboradi. Uchun o'zi kirganda sindiradi majbur. Tushunarli. Katta yuk bilan. Lekin zapchastlari bor. Zapchastlar hamma narsa Miya topiladi. motor, balon Hamma narsasi bor. bo'ldi, tushunarli. Yana bir bor. Kuzovni topib bera olmasak ham miya motor, balon, nimalar topiladi. Zapchastlari bor. Zapchastlar Pulini topiladi. eslatib qo'yaylik yana. Buni 1150 dollar dastlabki. Olib borib berish sizdan. Ha. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Endi men kommentariyada yozilganini men ham o'qiyapman. Shuning uchun siz shu savollarni beryapman. Xuddi o'shani aka. Qalin balonligidan aka. Aha. Narxi past bir xil kelasi. Bir xil Hop. qilib beraveramiz narxini. Puli bir xil. Puli bir xil. Qancha? 1150 dollarga boraveradi aka. Tushunarli. 70 li akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan bunga. Yaxshi. Tezlik o'sha 40-50. Hammasi bir xil aka. O'sha magnitofonlar pastda bularda ham bor aka. Ammo bemalol uchki sig'ar ekan. Ha, sidinasi katta, yonida cho'ntaklari bor aka. Cho'ntechasi boridan. Aha. Tushunarli. Bular o'sha hozirgi ko'rsatganlarimiz aka. Aha. Shuni 500 kilolig'i ham bor buni. 500 kiloligini ko'rsatdik haqda.
500 kilolik ko'rsat, ya'ni 500 kilolik 1 tonnaligi bor aka buni. Pol kabinamiz. Qo'l kabinali. Mana buni ko'rsatinglar aka. Ko'rsating. Kattaligini ko'ring Mana buni. bitta. Xo'p. O'ta kattasi aka. Bitta aylantirib ko'ring, hamma o'ta chiroyli. Hop, jitki tormozli Baquvvat. diskasi bor ekan buni. Aha. BTR balon. Shohona qilib ishlangan, Old shohona. taraflari dugalar o'ta mo'shni. Taglarini chuqurdan ekan. aka shuni. Akkumulyator nechilik? Akkumulyatorlar 68 lik, 2000 motor miya aka. O'sha 23 lik balondan qo'yilgan. Zapaska bor. Og'ir juda katta. Prujina ham bor, resor ham bor. Mhm. Ramalarni ko'rishlari mumkin. Ramas ushali qalinidan. Mana bu oyoq qo'yadigan joylari ham baquvvat. Yaxshi. Bu ham o'sha yonlar kapali bo'lib ochiladi aka. Aha. Hamma gap narxida bek. Narxini ham kelishtirib qilib beramiz aka. Qani aytingchi? $1270 qilib beramiz aka buni. 1270. $1270. Narxlar bexijolat. Narxlar behisob. Aylanib ko'rishaversin. Bemalol ko'rib kelishaveradi. Nima ko'p, skuter ko'p, Albatta. muraviy ko'p. Ha? Sifatli, nima ko'rgan bo'lsa, shu toza narsa bor. Shu narsa bo'ladi. Ketishdan oldin aka mana shuni yuklayapmiz deb yuklab turgan videomizni tashlaymiz. Telegram videolarni tashlab. Bo'ldi, ma'qul desa keyin chiqarib yuboramiz. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Joylari bexijolat, kelib minib ko'rsalar ham bo'laveradi. Joylar katta. Ikkita pavilyonga joy qilishgan mana. Bekni o'zlarining joylari, ismlari Ulug'bek. Elektr skuter, muraviy, motoroller. Sezon kelganda mana samosval muraviylargacha keladi. Xudo xolasa. Agar yo'g'ini ham so'rashaveradi. So'rasa qo'limizdan kelsa biz yordam qilamiz, Chiqarib bering. beramiz. Albatta aka. Xo'p, skuterlar ham bor, uni olib chiqib beraveramiz. Skuterlar topib beramiz aka. Qanaqasidan so'rasa topib beraveramiz aka. Hurmatli obunachilar, mana hozir sezonga juda ham yaxshi ma'lumotlarni berdik. Keling endi orientirda chiroyli qilib tushuntiraylik. Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Yangi bozor hududi desa ham bo'laveradi. Yangi bozor hududi, ha. Birinchi bo'lib sizni do'koningiz kelar ekan. Yangi bozordan shunday chap tarafga qarab yurilsa. O'sha yangi bozor, ana katta turgan zdaniya yangi bozor, a? Aha. Fayz oshxonasi bor va mana bu Kobob House. Shashlikxona xullas. Kobob House. Shashlikxonani oldida mana bekti do'konlari. Aka mashina qo'ygani qiynalaman deyshadi. Mashinani bu tarafga ham qo'yishadi, yo'lda o'zimizga ham joylarimiz bor. Bemalol qo'yib, kelib ko'rishaveradi aka. Bexijolat joylar. Nomerlaringizni qo'yib qo'yaman. Batafsil ma'lumotni telefonda va Telegramda. Telefonda bexijolat aka, hammasi bo'laveradi telefonda. Tushunarli. Hurmatli bunda vaqtimiz baribir cheklanganligi uchun ko'p nima qilolmaymiz. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Elektr skuter, motoroller, muraviy, pul toparlar, xullas tirikchilikka, dalaga, dehqonchilikka bexijolat o'zlariga murojaat qilaverasizlar. Kelib, ko'rib, minib olaman deganlar bemalol minib olib ketishaveradi. Bizni musofirda ko'rganlar esa telefonlashasizlar, o'zlari olib borib beradilar. Ma'qul uydagilarga ma'qul desa sanab berishaveradi. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar.